ko'hna tarixga ega bo'lgan va xalq boshqaruvining betakror instituti hisoblangan mahalla milliy mentalitetimiz ko'zgusidir. Hamma yerda aytamiz, mahalla ham ota, ham ona. Darvozani o'rnida saydiz bo'lgan qabr. Keyin bu ana vodondagi bitta to'g'ri bordilar, nomlar taniqli odam. Sirog'ni tishlariga kiribdi. Men yo'l bo'yida changda qoldim deganda keyin u tishlariga kirganda kun bosib ko'chirganlar. O'sha odam endi o'tib ketganu avlodi bo'lsa kerak u. Zam yugurmaganmiz borib o'sha tarixini so'ragan. Bizni yoshligimizda o'tib ketgan holda biz unda bo'lmaganmiz.